O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tomonidan 2025-yil davomida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Boshlang'ich tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish yo'nalishi. Yil davomida jami 12273 marotaba madaniy-ma'rifiy tadbirlar, 7473 marotaba sport musobaqalari, 8563 marotaba intellektual o'yinlar hamda 8135 marotaba uchrashuv, davra suhbati va o'quv seminarlar tashkil etildi. Xususan, milliy liboslarimizni keng targ'ib qilish, yosh dizaynerlarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan milliy fashion show loyihasi, ta'lim muassasalaridagi yoshlar o'rtasida nutq madaniyati va tahliliy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan munozara turniri loyihasi, yoshlarning ijodiy, intellektual va jamoaviy faolligini rivojlantirish, ilm-fan va innovatsiyalarni ommalashtirish, liderlik va tashabbuskorlikni rag'batlantirishni maqsad qilgan Talaba Fest loyihasi, mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, nashriyotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yoshlar o'rtasida ma'naviy intellektual merosni keng targ'ib etishga qaratilgan Kitob olami kitoblar festivali o'tkazildi. Ushbu tadbir va loyihalar orqali 5 million nafar yosh qamrab olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 31-oktyabrdagi 213 sonli qaroriga muvofiq oliygohlardagi 951 nafar talaba yoshning 3 milliard 437 million 843 ming so'm miqdordagi 1 yillik kontrakt to'lovining 35% gacha qismi qoplab berildi. Oliy ta'lim muassasalarida yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan qalqon jamoatchilik guruhlari tuzilib, ularda 6070 nafar yosh faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-noyabrdagi 914 sonli qarori ijrosi yuzasidan joriy yilda 13 nafar yosh imtiyozli tarzda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Harbiy qism va muassasalardagi boshlang'ich tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish yo'nalishi, vatanparvarlar, yosh qutqaruvchi, yosh chegarachi, yosh gvardiyachi kabi harbiy sport musobaqalari, harbiy qismda bir kunim va ezgu amal loyihalari, chempion va yoshlar, 3 avlod uchrashuvlari, eng namunali boshlang'ich tashkilot yetakchisi, zakovat hamda ajdodlar izidan kabi ko'plab loyiha va tadbirlar o'tkazildi. Ushbu yo'nalishdagi jami 9000 ta tadbir hamda loyihalarda 2 131 nafar yosh qamrab olindi. Xalqaro aloqalar va grant loyihalar yo'nalishi, xorijiy tajribani amaliyotga tatbiq etish, yoshlar siyosatini yanada takomillashtirish maqsadida 20 dan ziyod mamlakatlardagi yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlikda forumlar va sammitlar, amaliyot hamda almashinuv dasturlari amalga oshirib kelinmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi bilan hamkorlikda adashib birinchi marta huquqbuzarlik sodir etgan yoshlarga jazoni yengillashtirish bo'yicha yil davomida 106 nafar yoshga tavsiyanoma berildi. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi jismonan sog'lom, ma'nan yetuk va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni shakllantirish, yoshlarni tashqi tahdidlar va ommaviy madaniyatning zararli ta'siridan muhofaza qilish, yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga har tomonlama ko'maklashish va shart-sharoitlarni yaratishda davom etadi. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi, yoshlar kelajak bunyodkori.